Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan rogalик pechenyesini tayyorlaymiz. Buning uchun ekraningizda ko'rgan mahsulotlar kerak bo'ladi. Men 2 marta ko'paytirdim bu mahsulotlarni. 2 porsiyadan 2,5 kilogacha rogalik chiqadi. Ya'ni zakazga pishirganim uchun ko'proq pishirdim. Mana margarin bilan unimizni urvoq qilib oldik. Margarinimiz muzdek holatda bo'lishi kerak. Razilxitilimizni sovuramiz va yana aralashtirib, smetanamizni solvoramiz. Smetanamiz 25%lik. Agar siz smetanani o'rniga qaymoq ishlasangiz ham bo'ladi. Qaymoqdan yana ham mayinroq chiqadi. Endi esa ikkita tuxum sarig'ini ham aralashtirib, xamir qilib olamiz. Xamirimiz yumshoqqina bo'ladi. Men pesochni pishiriqlarga deyarli unchalik xamiriga unchalik ishlov bermayman. Ichidagi qat-qati bilinib turishi uchun unchalik ishlov bermayman. Bu xamirga ham shuning uchun unchalik ishlov bermadi. Mana ko'rganingizdek yumshoqqina. Endi esa dam oldirishga olib qo'yamiz. 1,5 soat 20 minut xolodilnikka olib qo'yamiz. Mana xamirimiz ham damib oldi. Endi esa xamirimizni teng 2 bo'lakka bo'lib oldim, chunki menga ikkita porsiya bo'lgani uchun. Har bir bo'lakni o'zini yana 6 tadan bo'lakchalarga ajratib oldim. Har bir bo'lakchalarni zuvolacha qilib, dumaloqlab zuvolacha qilib chiqamiz. Mana hamma zuvolachalarni ham tayyorlab oldim. Jami 12 ta zuvolacha bo'ldi. Endi esa chetroqqa olib qo'yib, har birini yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni yoyib olgandan keyin 8 ta bo'lakka bo'lamiz. Teng 8 ta bo'lakka bo'lib, har bir bo'lagiga varyanniy molokodan nachinka solib chiqamiz. Siz xohlagan nachinkangizni ishlatishingiz mumkin. Mana nachinkalarni ham solib bo'ldik. Endi esa rogalikimizni tayyorlab olamiz, ya'ni bukib olamiz xamirimizni. Duxovkamizni esa oldindan 180 gradusga qizdirib qo'ygan bo'lamiz. Mana patnislarga terib pishirib olamiz. Sal qizarsa bo'ldi. Juda ham ko'p qizartirib olish shart emas rogalikka. Mana rogalikimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa saxarni pudraga solib, issiqligida saxarni pudra qilib olamiz. Bu rogalikni bemalol katta tadbirlaringiz uchun yoki zakaz uchun ham tayyorlasangiz bo'ladi. Mana rogaligimiz ham juda ham chiroyli va yumshoqqina bo'lib chiqdi. Ichlarida ham qatlari bilinib turibdi. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang.